Nima qilib bo'lsa ham Farhod akani intervyu olaman. Okey, necha marta so'ray Farhod aka intervyu berasizmi yo'qmi, okey? Yo bermayman dedim, mana sabab bo'ldingmi? Bo'ldi. Novostroyga keldim. Hozir bu yerda Farhod akamni ishlarini va ulardan intervyu olishga keldik. Ko'ringlar, mana shu obyektda hozir imni Farhod akam qanaqa ish qilyaptilar, plus necha yillik santexniklar. Hozir bulardan kirib intervyu olamiz. Ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Farhod aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Aka, pochini sizdan boshladim. Birinchi intervyuni xudo xolasa, mana siz bilan umumiy ishlaringizni, o'zingiz haqingizda bir gapirib berasiz. Savollar bor, shularga javob bersangiz bo'ladi aka. Xo'p, aka, santexnika sohasida necha yildan beri ishlab kelyapsiz? 17 yil bo'ldi. 17 yil? 17 yil eshityapsizlarmi? 17 yil. Aka, o'sha asl bo'lib ketibsiz-da, to'g'rimi? Xudo xolasa. Aka, qanaqa bu sohaga kirib qolgansiz? Ota kasb, 3 ta aka santexnikimiz. Yo'q, oilaviy shunda santexniksizlar, to'g'rimi? Aka, juda ham havas qildim. Shunda shogirdlardan muammo yo'q ekanda, aka? Yo'q, muammo. Zo'r aka, zo'r. Aka, sir bo'lmasa, bir oyda necha pul topasiz? Ya shuni qo'ying, etmay qolg'ali aka. Aka, ko'pchilik qiziqadi. Mana zo'r, o'zini ishini zo'r ustasi, professional santexnikni oyiga necha pul topishi. Aytsangiz juda ham xursand bo'lardim. Endi o'rtacha 5-6 ming. 5 ming, 6 ming. Juda katta pul-ku. Aka, shogird olmaysizmi? Tayyormi aka? Xolos olamiz. Zo'r aka, zo'r aka. Bo'lmasa aka, bir ishlaringizni bitta obzor qilib ko'rsatamiz, keyin yana savollarimiz bor aka. Farhod aka, ishlaringizni ko'rdik aka. Hozir mana xudo xolasa obunachilarimiz, santexniklar Farhod aka ham ishlarini 1 dan 10 gacha baho berasizlar. Kommentariyada yozib ketinglar. Farhod aka, yana bitta og'riqli savol. Mana ko'p ustalar o'zini ishini vaqtida topshirmaydi. Aka, bunga sabab nima? Eng anaqasi, sabablardan kattasi mahsulot o'z vaqtida yetib kelmasligi. Demak, uy egalari mahsulotni vaqtida olib berishmaydi, to'g'rimi? Akalarimiz, imina santexniklarni qildirayotganinglarda, iltimos sizlardan santexnik akalarimizga sifatli mahsulot bilan vaqtida olib kelib bersanglar, ishingiz tezroq bitar ekan. Xo'p, aka, yana bitta savolim, santexnika sohasiga endi kirib kelmoqchi bo'lgan, shogird tushmoqchi bo'lgan, yo mana shu ishni o'rganmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga qanaqa maslahat berardingiz? Xo'p, yaxshi ustani topib, etagidan mahkam ushlasin, ish shustri bo'lsa, cho'tki usta bo'ladi. Demak, yaxshi ustani mahkam ushlash kerak bo'ladi, to'g'rimi aka? Yaxshi mahkam ustani qayerdan topishsa bo'ladi aka? Instagramdan. Juda ham zo'r. Akalar, santexnika sohasini o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni profilimga obuna bo'linglar, kuzatib boringlar. Ustalarni, yaxshi ustalarni shu yerda intervyu beramiz, shu yerdan xudo xolasa yaxshi ustaga shogird tutsanglar bo'ladi. Aka, bizda hozir marafonni siz boshlab berdingiz, birinchi intervyuni. Keyingi ikkinchi intervyuni kimdan olsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Xo'p, hozir qarab oling. Aka, 17 mi? Santexniklarni eplab bo'lmayapti. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Havas qildim, aka. Aka, keyingi intervyuni kimdan olamiz, aka? Termiz Systemuz Furqat. Xo'p, Termiz Systemuz Furqatdagi bizani kuting, xudo xolasa tez kunda siz oldingizga boramiz. Aka, Farhod aka, bizani homiyimiz bor. Stroy dom do'koni, sifatli santexnika va issiqlik uskunalarni sotadigan do'kon. Xo'p, premium mahsulotlar beradi, sotishadi. Shu do'kondan sizga aka 25% chegirma aka. Bemalol shu Stroy domga murojaat qilsangiz, xudo xolasa sifatli mahsulotlarni tez yetkazib berishadi aka. Bo'ldi. Xo'p, akalar, bo'lmasa keyingi intervyuimizni biz Furqat aka kuting, tez orada siz oldingizga boramiz.